Smartfonlar juda ham ko'p, lekin bundayini hali ko'rmagansiz. Xiaomi 15 ta kechagina chiqqan yangi seriya allaqachon a'loda. Smartfonimiz dizayniga alohida baho berib qo'yasizlar. Smartfonimiz 683 dyuymli ekran bilan jihozlangan va 120 Hz yangilanish tezligiga ega. Ya'ni bu degani smartfon juda ham silliq va erkin ishlata olasiz. Yangi Dimensity 8400 Ultra protsessori esa barqarorlik va sifatli unumdorlikni ta'minlaydi. Smartfonimizning kamerasiga keladigan bo'lsak, Leica bilan yaratilgan 50 megapiksel asosiy, 50 megapiksel telefoto va 12 megapiksel ultra wide kameralar sifatli surat hamda kadrlarni olishingizni 100% ta'minlaydi. Smartfonimizni ochamiz va kamerasini birgalikda sinab ko'ramiz. Kamerasi rasm holatida zoomni tekshiramiz birinchi o'rinda. Zoom holati wow, 60x. Shu kungacha bir necha o'nlab smartfonlarni unboxing qilgan bo'lsam yoki sizlarga tanishtirgan bo'lsam, 60x tagisini hali ko'rmaganman. Xiaomi bizni hayratda qoldirishda davom etadi. Xiaomi 15 ta smartfonimiz 5500 mAh batareya kuchiga va 67 voltli tezkor zaryadlash tizimiga ega. Ya'ni bu degani yarim soat ichida 100% qilib to'la beton qila olasiz. HyperOS, suv va changdan himoya, sifatlilik, nafislik, yupqa dizayn hammasi faqatgina Xiaomi 15 tada mavjud. Xiaomi 15 ta bu shunchaki smartfon emas, bu sizning kelajakdagi texnologiyangizdir. Smartfon haqida batafsil ma'lumot va uning hamma xarakteristikalarini tanishish uchun YouTube kanalimizga o'ting va u yerda to'liq obzor qilib berganmiz. Ana shu videoni ko'ring. YouTube kanalimiz profil shapkasini topishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.